olmoqchidik sizlarni. Sanatoriyaga. Yaxshi dam olib, davolanib, yaxshi shaklda keling. Yaxshi zeriktirmasdan olib kelishdi. Yo'lda tog'larni ko'rdik, xonalari issiq ekan bu yoq. Oilamiz bilan sanatoriyaga dam olishga jo'natdilar. Men birinchi marta dam olishga mana Nurafshon shahar hokimlari yubordilar. Ularga katta rahmatlarimni aytaman. Qaytib kelsak, uyimizda shunday chiroyli, zamonaviy remontlar qilingan, syurprizlar qilingan bizga. Biz juda ham xursand bo'ldik farzandlarim, oilamiz bilan. Turguncha turishsin, iloyim arqabalar undan avval bo'lsa, shu ishlari borsa turgan hammani. Yaxshi dam olib keldinglarmi? Rahmat, yaxshi. Qanday bo'ldi yo'lda? Yaxshi. Necha yildan oldinglarmi? Ha, oldik, rahmat. Kutilmaganda to'g'ri. Farzandlarchi farzand? Bolalar. Yaxshi. Sizga ham yoqdimi? Yoqdi, rahmat. O'zingiz qaraysizlar? Rahmat, shuncha ishlar qilyapsiz. Ay, yoqdimi o'zi? Endi hazina bir ikkita joyiga sal ulgurmay qoldik. Endi 12 kunda Kelinglar, ketinglar, nima yeysizlar, nima kerak, nima xizmat, ish qilib xabar olib turdi. endi ozgina shu 10 kun bizga ozgina yetmay qoldi. Endi buni qurganimizdan keyin bu sal qurib olish kerak edi. O'shanisiga sal ozgina vaqt, shu 2-3 kun olib qo'ydi bizani. Mana shu g'ishurib ko'targanimizdan keyin havo sovuq bo'ldi, issiq bo'lmadi. Keyin oxir kunlar yaxshi ochilib ketdi vaqtimizga. Sal ana qildik, shu uyalib qolamizmi deb sal ancha cho'chib turdim. Kutilmaganda shunchalik sovg'alar. Endi har kim o'zini qo'ldan kelgancha shu yordam berishni prezidentimizga topshirib berganda, endi biz shu topshiriq bo'yicha mana endi harakat qilamiz. Biror marta bir hokimiyat chiqib, bir ma'no olib kelib yordam so'ramagansiz-da. Biror marta o'zimizga kelib bir nima yordam nima demasak, hech bir to'p chiqib hokim bilan ma'lumot kamchiligim yo'q, hamma narsam joyidadingiz, har doim. Rahmat. Mana qo'yib beramiz dedi. Svet o'chganda ham xonadonda svet o'chmaydi-da sizlarda. O'shani Siz sezmaysiz shunda, svet o'chganini bilmaysiz. Qaytganingiz kelsin. Alloh panohida bo'ling. Sog' bo'linglar. O'zgarib. Sog' bo'linglar. Martaba bundan da yaxshi tomon.